Xorazmda trendga chiqqan shu batut biznesidan oyna 15 million so'mgacha pul topsa bo'ladi desam ishonasizmi? Hozirgi videoda shuni sizlar bilan hisoblab ko'ramiz. Videoga like bosib, menga obuna bo'lib turinglar. Ketdik. Bu batutimizning razmeri 9 ga 5 metrni tashkil etadi va balandligi 6 metrni tashkil etadi. Ko'rib turibsizlar, bir vaqtning o'zida 15 boladan 20 bolagacha ichine mindirib, hazratib o'ynatsanizlar bo'ladi. Va 10 minutida 5000 so'mdan oladigan bo'lsanizlar, bir kunda o'rtacha 6 soat ishlatsangizlar ham, o'rtacha 10 boladan o'ynatsanizlar, har bir bolani soati 30 ming so'mdan tushadi. 6 soatda bu 180 ming so'm pul bo'ladi. 10 bolaga shuni ko'paytirsak 1 million 800 ming so'm pul bo'ladi. Qarabsizki, bir kunda 1 million 800 ming so'm pul ishlab turibsiz. O'rtacha bir kunda baring 500 ming so'm ishlayvering. Bu batut orqali bir oyda 30 kun bo'lsa, bemalol 15 million so'm pul ishlash mumkin. Bu osongina bo'ladi, faqatgina shu batutni zo'r joyga o'rnatishingiz kerak va bola ko'p keladigan joyda reklama etib o'rnatishingiz kerak bo'ladi. Do'stlar, batutning narxlari qiziq bo'lsa, pastda urgan uchun Nurbakin telefon nomerini qoldiraman. Bemalol telefon urib so'rasangizlar bo'ladi. Videoni bo'lsa puli bor, lekin nov biznes etishni bilmaydigan donishlarga aytib qo'ying. Hozir ham bu batutimizni biza Mang'it tumanini dostavka etib, o'rnatib, ishlatib berdik. Batut zo'r, o'sha Nurbakindan oldik. Yildan yilga mana zo'r bo'layotir, mana yana bittasini oldik. Foydasi ham yaxshi ekan.